30 sentyabr to'rttaligimizdan bir dona o'zimizni Namangan G'aravon degan joyga ketyapti. Xudo xolasa egalariga chiroyli qilib topshirib tushirib beramiz. Assalomu alaykum obunachilar. Qo'y qo'ramizni egalariga topshirdik Namangan G'aravonga. O'tgan yili xuddi shu mahal, aka shu mahal olib kelganmidik, 3 talik tomi bilan zakaz bergandilar bu akamiz. Endi bu safar bu kichkinalik qilib qoldim, qo'ylari ko'payib, uka yana bizga 4 taligidan tomi bilan olib kelib bering dedilar. Xudo xolasa chiroyli qilib olib berdik. Qalay aka, effekt yaxshimi? Bu safar taxtalari ham sal qalinroq bo'ldi, materiallarda ham o'zgarish bor. Bunlardan ha, bu safar kattaroq. O'sha zakazga qarab esa berdik. Uzunligi 3 metr, eniga og'ridan qo'y dumbasigacha 2 metr qilib berdik. Bo'yiga 1.40, tomi bilan hisoblaganda 2 dan ziyod. Tunukalari ham mana shu 0.4 qalinlikda bo'lgan, promasili. Перегородкалар olinadi, materiali o'sha konteyner material, tagidagi taxtalari toza listovoy. Suv paqirlar aka mana bu yerga tushadi, siz bilasiz. Uzunliklarigacha bor, og'iri chuqur, nima chuqur, qashayga to'kilib ketmaydi. Tagidagi taxtalar listovoy. Mana oldingi holati, xudo xolasa tagi toza, nam yo'q. Suv paqirlargacha qo'yib qo'yishibdi. Mana shu holatda boqaverasizlar. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi nomer, pastdagi profillar biz bilan bog'lanib, zakazga qarab yasab beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Adim Metal doimo xizmatingizda. Aka, qalay endi? Yaxshi, rahmat. Zo'rmi, xursandmisiz? Bir ikki kun o'tib ketib qoldi, endi ish ko'p aka.